Xo'p, zakotni ham ma'lum puli bor odam ma'lum qismini ma'lum odamlarga beradi. Ya'ni hammasi dinimizda har bir ibodatiki ruxsat berilgan bo'lsa, uni atido ipidan ignasigacha o'rgatilmagan joyi yo'q. Hamma masala yechib qo'yilgan. Xo'p, shularning ichida astag'firullah, Alloh Qur'oni Karimda aytadiki: "Va aqimus solata va atuz zakata." Namozni ado qilinglar va zakot beringlar deydi. O'zi namoz bilasizlar, payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari bor. Iymondan keyin namozda qangi ulug' bir ibodat bo'lganda Alloh o'shanga buyurgan bo'lar edi. Alloh iymon keltiringlar degandan keyin namoz o'qinglar degan. Bundan ma'lum bo'ladiki, iymondan keyingi turadigan eng ulug' ibodat bu namoz. Namozda qasi yo'q. Haj ham, umra ham, zakot ham, qurbonlik ham, masjid qurish ham, yo'lda asfal qilib, dunyodagi birorta amal namozga teng kelmaydi. 500 ming dollarlar sarf qilib masjid qurib bering, bir mahal namozga to'g'ri kelmaydi. Savobi ham, maqomi ham teng kelmaydi. Vaholanki bepul, 5 tiyin pul ketmaydi, to'g'rimi? 5 tiyin ketmaydi. Ertaman betimizni yuvamizmi, qo'limizni yuvamizmi? Shunga oyoq qo'shib qo'ysak bo'ldi, tahorat shu. To'g'rimi? 5 tiyin pul ketmaydi. Lekin 500 ming dollar sarflab mana shu masjid ketadi. 500 ming, 700 ming dollar ketadi shu masjidga. Balkim 1 million dollar ketadi. Shu masjidni mana qurganlar, shu kunga kelguncha mana shunchalik chiroyli qilganlar, ihson qilganlar, vaqti bilan, puli bilan sarf qilganlar, mana o'zlaring ham qanchadir ma'noda hissalarini qo'shib shu joyda remontiga sabab bo'ldilaring. Qancha katta ajr bu. Masjid qurganga yordam berganga jannatda qasr bor degan hadis bor. Inshaalloh shu joyga va boshqa masjidlarga kim hissasini qo'shgan bo'lsa, qasringiz tayyor. Agar xolis qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Unda shak qilmang, chunki Rasululloh alayhisolom aytdilarmi? Qasr bor. Qasr berildimi, u qasrga sizdan boshqa odam kirmaydi, kutadi sizni. Bu degani inshaalloh o'sha odam iymon bilan o'lsa, albatta o'sha qasrida yashaydi degan Xudo xolasa. Nima demoqchiman? Namozdaqa ulug' ibodat yo'q ekanmi? Ha, yo'q. Bir ulug' insonni yonida doim yuradigan inson biling yaxshi odamda. Yomonlarning ichida yaxshi bo'lgandan ko'ra yaxshilarning ichida yomon bo'lgan afzal, to'g'rimi? Yomon odamlarning ichida manu bola yaxshi degandan ko'ra yaxshi bolalarning ichida manu bola yomon degan anundan ulug' turadi. Bu degani ulug' fazilatli odamning yonida yurgan odamda ham bir ish bor. Qaysi ish bor? Yaxshiligi borki, shu yonida billa tuzimisan, yaxshimisan deb ko'p yuradi. Nima demoqchiman? Aqimus solata, namozni ado qilinglar va atuz zakata, zakotni beringlar dedimi? Namozda oldida kelyapti, biling bu seriozli amal. Bu jiddiy amal. Farzligi namozni maqomida turadigan buyruq bu. Allohni aqimu degani ham buyruq, atuz zakata degani ham buyruq. Ikkovi topshiriq. Ya'ni xolasak ham, xolamasak ham, bizga yoqsa ham, yoqmasa ham qilishimiz kerak bo'lgan ish. Allohning buyrug'ini qilgan odamga juda ham katta ajr beriladi. Shu buyruqni qilmagan odamga juda ham katta gunoh beriladi. Har bir gunohiki katta gunoh bo'lsa qilishlik, uni qilmaslik katta savob bo'ladi. Zino katta gunohmi? Aroq ichish katta gunohmi? O'g'irlik katta gunohmi? Tarozidan urish katta gunohmi? Kibr katta gunohmi? Odam o'ldirish katta gunohmi? Ya'ni katta gunoh kabiralar bor. Shularni qilmaslik juda katta savob bu. Mana hozir aroq ichmayapmiz-ku, bizga katta savob kunda yoziladi. Chunki ichalarmidik? Pulimiz bormidi? Sog'liq ko'taramidi? Ichalarmidik biz? Biz o'ylamaylik, faqat namoz o'qisak ibodat yoziladi. Xo'p, subhanalloh desa ibodat yoziladi. Yo'q. To'g'ri, ibodat bular ham. Lekin zino qilalarmidik? Ha, qilalardik. Qilmayapmizmi? Ha, nimaga? Iloji yo'qligi uchunmi? Joy yo'qligi uchunmi? Yo'q, iloji ham bor, joy ham bor. Haromligi uchun qilmayapmizmi? Kecha, bugun, erta, indin o'lgunimizgacha zino qilalarmidik? Ha, qilalardik. Qilmayapmizmi? Ha, qilmayapmiz. O'lgunimizgacha bizga katta savob yozilyapti. Aroq ichalarmidik? Bugun roza tutmasdan hozir albatta shashlikni zakaz qilib, ikkita aroqni olib kelib ichalarmidik? Ichalardik.
Kecha ham ichalamizmi? Ha, ertaga ham ichalamizmi? Ha, umrbod ichalamizmi? Ha, ichmayapmizmi? Ha, nimaga? Haromligi uchun. O'lgunimizgacha bizga ajr yoziladi. O'g'irlik qilalarmidik? Qilalardik. Qilmayapmizmi? Ajr yoziladi. Yolg'on gapirib savdo qilalarmidik? Ha, qilmayapmizmi? Ajr yozilaveradi. Bu degan nima degani? Qadamimiz, sekundimiz, nafasimiz, tiyinimizgacha inshaalloh savob yozilyapti bizga. Nimaga? Biz 150 mingga aroq olib ichmayapmiz biz. Biz 150 mingni yo masjidga, yo yetimga, yo uydagi xarajatga, yo kimgadir beryapmiz, to'g'rimi? 50 dollar, 100 dollar zinoga sarflalarmidik? Sarflalardik, to'g'rimi? O'sha esi yo'q ahmoqlar o'sha fohishalarga sarflayotgan pulni undan zo'rini sarflab qo'yamiz, lekin biz ulardaqa tupoy emasmiz-ku. Hayvondan battar fohishalarga zo'r banketlar qilib berib, zo'r dachalarga olib borib, zo'r mashinalarda solib yurib, ularni ko'tar qilib, o'zidan oldingi mingtasidan qolgan ahlat basharalarni unaqa qilib biz hurmat ko'rsatmaymiz, to'g'rimi? Yo'q, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ana endi inshaalloh shu tiyinimizga Alloh bizga ajr beradi. Shunga xursand bo'linglar deb jon kuydirib, tomog'im og'rib kelsa ham baqirib gapiryapman. Xursand bo'linglar. Chunki Rasululloh alayhi vasallam hadislari bor. Yomon ish qilsang xafa bo'lsang, yaxshi ish qilsang xursand bo'lsang, ana endi sen haqiqiy mo'min bo'lsan deganlarda. Ro'zada juda qiyin ekan, ajoyib. Hech ovozni ochmay, baqirmay gapiraychi, qani nima bo'lar ekan? Xo'p, zakot farz. Bu degani beruvchilarga juda katta ajrlar, bermaydiganlarga juda katta gunohlar yoziladi. Bermaydigan odamlar baxillar qatoriga qo'shiladi. Baxil degani arabiy so'z. O'zbek tiliga olganda pishiq, qizg'onchiq, quruq odamlarni biz quruq deydi, bu quruq deydi. Bu degani ya'ni Lisabetda nepili bo'ladi, bilasizlarmi? Nasosda damlaysiz, havo kiradi, chiqmaydi-yu. Baxillar shunaqalar bo'ladi. Kiradi, chiqishi yo'qda, nepilda ham shunaqasini qo'ygan. Vashshi. Damlagandan keyin ho'llab qo'yamiz, bilasizlar. Endi ho'llasangiz, pufaycha ham chiqmaydi ularkidan. Shuna baxil bo'lishdan Xudo saqlasin. Baxillik haqida hadis Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Baxillik degan daraxt bor, u do'zaxga ekilgan, shoxlari bu dunyoda osilib turadi. U shoxlardan birini kim ushasa, o'sha ekilgan joyga boradi. Ya'ni qayerga ekiladi? Jahannamgami? Baxillarning joyi jahannamda, qizg'onchiqlardi. Hadisning davomi: saxovat degan daraxt bor, u jannatga ekilgan, shoxlari bu dunyoda osilib turadi. Kim shu shoxlardan birini ushasa, o'sha ekilgan joyga boradi, ya'ni jannatga boradi. Bu degani shoxlaridan ushasa degani saxiy, shedri bo'lsa, qo'li ochiq bo'lsa. Baxillik shox osilib turadi, ya'ni baxil bo'lsa, qizg'onchiq bo'lsa, u jahannamga boradi. Al-jannatu darul asxiyo. Hadis Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, jannat saxiylarning uyidir, hovlisidir, uchastkasidir, ofisidir deganlar. Bu degani nima degani? Saxiy odam albatta jannatga kiradi degani. Kirishni xohlayapmizmi? Beraylik, qilaylik. Shuning uchun ihson qilgandan qarz berganda savobi kuchli deydi. Nimaga desa, ihson qilayotgan odamingiz shunga 100% muhtojligini bilmaysiz, lekin qarz bergan, qarz so'ragan odam 100% muhtojligidan so'raydi. Kim ihson qila oladi? Saxiy. Kim qarz bera oladi? Saxiy. To'g'rimi? Shuning uchun hurmatsiz mashinliklar saxiylarning saxovatini to'silishiga sanlar sabab bo'lding. Hurmatsiz mashinliklar degan ularni hurmatli deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Ichimizda bo'lsa siz, mayli shu jumada o'tirganingiz hurmati siz deylik sizni. Lekin bu tarmoqlarda tarqaydi bu joylari alohida. Shunaqangi mashinlik, haromxo'r, firibgarlar, quloq kesarlar odamlarni qarz berishdan qo'rqitib qo'ydi. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Puli borlar cho'chib qoldi, qatiqni ham xaladenlikdan olib pudab ichadigan bo'lib qoldi. Og'zi kuygan odam qatiqni ham pudab ichibdi degan maqol bekorga aytilmagan. Nimaga? Og'zi kuyib qo'rqib qoldida qatiq qaynoq bo'lmaydi hech qachon, to'g'rimi? Jiddiy ilig'i ham og'zni kuydirmaydi, lekin xaladenlikdan olsa ham pudab ichadigan bo'lib qolar ekanda, shunaqangi firibgar mashinliklar birovlarning pulini olib
haromdan qo'rqmaydigan haromxo'rlar saxiylarni qarz bera oladigan odamlarni shundan cho'chitib qo'ydi, qo'rqitib qo'ydi. Bularning zararlaridan bittasi. Xullas, zakot berishlik farz, berganlar saxiylarning spiskasiga qo'shiladi qatoriga, bermaganlar baxillar qatoriga qo'shiladi. Ana saxiylik va baxillik haqidagi hadisni eshitdilaring. İçimizde zakotga qodirlar bo'lsa, men saxiylarni qatoriga qo'shilay desangiz bering. Baxillar qatorida turaveraman desangiz bermang. U sizning muammoingiz. Oldin hozir endi demokratik davlatda, dunyoviy davlatda yashaganligimiz uchun hozir unaqangi zakotga qodir odam bo'lib turib bermaydiganlardan majbur oladigan o'sha oshirlar deydi, yoki zakot oluvchilar alohida qozilar tomonidan tayyorlangan bor palonchini biznesi yaxshi so'ra, zakotni berdimi, bermadimi? Berdim degan bo'lsa o'rgan, kimga berdi, nech pul berdi, o'rganasan deb shunaqalar qo'yilgan avval. Endi hozirgi qonunimizga to'g'ri kelmaganligi uchun puli bo'lib turib zakot bermayotgan odamlarga hech kim indalmaydi. Shariat lekin qoqadi, lekin shariat qiyomatda yomon bo'ladi. Xo'p, oldin shunday borib aka yaxshimisiz, aka deganmi, endi o'zini tilida aytganda, oshna deganmi? Xo'p, yaxshi ekan bag'i, zakot berdingizmi degan. Yo'q, bermadim, siz olib chiqing 40 dan birini degan. 40 dan biri adashmasam 2,5% ga to'g'ri keladi deb o'ylang. Alloh bermasa beruvchi yo'qligini juda yaxshi bilamiz. Biz mo'minmiz, kofir emasmiz. Alloh bermasa hech nimani, kislorodni ham, umrni ham, pulni ham, obro'ni ham, ilmni ham hech nimani topa olmaymiz, to'g'rimi? Bu degani, xo'p, zakotning miqdori bilasizlar, 85 gram tilloni miqdoridan olinadi bizi mazhabimizda, bizi yurtimizda. 85 gram tilloki, bilasizlar, tilloni nimasi bo'ladi, nima deydi? Probasi bo'ladi. Odatda bozorda insonlarning orasida necha proba yuradi, shu probadan olinadi-da. Hali 3 ta 9 dan 999 formadan olinmaydi. Bizda 583 odatda formadan olinadi. Sabab bozorlardagi oldi sotdi taqinchoqlar ko'proq 583 bo'ladi. Kamdan kam 700, 650 ga juda ham kam bo'ladi. Odatda ko'proq 583 bo'lganligi uchun 583 formadagi tillo grami nech pul bo'lsa 85 ga ko'paytiriladi. Xo'p, buni miqdorini 400 ming olishibdi, hisobini. 1 gramini 400 ming so'm olishib, 34 million puli bor va undan yuqori pulga ega bo'lgan odamlar zakot beradi bu yil deyilibdi. Bu degani 3000 dollar, ha? 3000 dollari ko'p odam, 3000 dollari bor odam juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Hozir 3 ta moli bor odam zakotga qodir hozir. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Minday molchani ham qarasangiz 8 million, 7 million deyapti, to'g'rimi? Bu degani kilosi 60 ming so'mdan hisoblaganda ham bori yana 200 kilo go'sht qiladigan 12 million bo'ladimi? To'g'ri hisoblayapmanmi hozir? Ko'ryapsizmi? Bu degani hozir 2-3 ta moli borlar uyda bitta 2 ta qilib boqib biznes uchun boqayotganlar sonidan emas, pulidan zakot beradi. O cho'ponlarki bor, ular sondan beradi ular. Fermerlar bor, 200, 300, 500, 700 ta mol boqadiganlar bor. Ular sonidan beradi. Ular nimaga? Bola olishga, ha? Urug'ini olish, shundan ko'paytirish ma'noda boqadi bular. Shuning uchun bular sonidan beradi. Lekin odatda uyda boqadiganlarimiz biz uyimizdagi mollarni, hayvonlarni pulini hisoblatamiz. Qushpurishlar ham, qushpurishlar. Shuni ham bilib olinglar. Agar chiroy uchun, o'zingiz uchun boqqan bo'lsangiz, uni hisoblamaysiz. Molni ham bilasizlar, sog'in sutini ichaman deb olganlar hisoblanmaydi, bilasizlar. Bilmasalar ham bilib olinglar. Sutini ichaman deb olinganlar bo'lsa, zakot bermaydi o'sha molidan. Lekin yonidagi qolganlaridan beradi. Biznes uchun, ko'paytirish uchun, kassa uchun boqadiganlar bor, bular beradi.
Shuni hisoblating, chunki 34 million ikkita uchtasi o'zi chiqib qoladi. Agar kattaroq bo'lsa 2 donasi ham chiqib qoladi o'zi. Xo'p, zakotga nimalar hisoblanadi-yu, nimalar hisoblanmaydi? Bizi mazhabimizda hojati asliya deydi, shu narsalar hisoblanmaydi. Buni yaxshilab bilib olinglar. Shu hojati asliya degan joydan qirqib tarmoqlarimizga qo'yamiz. Qayta-qayta eshitsalaring yana ham tushunish oson bo'ladi. Hojati asliya degani o'zimiz uchun foydalanish uchun, chiroy uchun olib qo'yilgan narsalarni aytadi. O'zingiz ishlataman yoki ko'rib maza qilaman deb olingan nech pullik narsa bo'lsa-da, tillo kumushdan boshqa lekin. Tillo kumushdan boshqa narsalar o'shalar hisoblanmaydi. O'zingiz uchun olgan bo'lsangiz. Tillo kumushni nima uchun olgan bo'lsak ham lekin zakot beramiz. Turib tursin deb olamizmi? O'zimiz uchun erkak kishining tillo taqish harommi? Umuman ayolimizga olib bergan bo'lamizmi? Umuman tillo kumushni nima niyatda olgan bo'lsak farqi uni hisoblab zakot beriladi. Undan boshqa narsalar brilliant unga kirmaydi. Masalan, soatini ko'zlari brilliant odam bo'lsa, masalan deylik, men buna qilganim bu basligim, brilliant emasligi. Soatini ko'zlari brilliant yopishtirganlar bor-da, qimmat 70 ming, 100 ming dollar turadi. Taqaman deb olgan bo'lsa, u bermaydi. Lekin tillo soat olgan kimdir? 35 ming dollarga olgan deylik. Tillo hamma yo'q tillo, taqaman deb olgan, lekin bilodi, keyin tillo taqish haromligini taqmay olib qo'ydi. Unga zakot beradi lekin. Uylarimiz yashaymiz deb olgan, qishda chiqib yashaymiz deydigan domlarimiz, bolamga deb yashaydi deb olingan domlar, o'zimiz borib dam olamiz deb olingan dachalar. Xo'p, minamiz deb olingan bir nechta mashina bo'lsa ham zakot berilmaydi bularga. Kimlardir 3 ta mashinasi bor, ha, desa uzoq safarga, shaharning ichiga mezmon izbonga deb olib qo'yganlar bor-da. Shular ham zakot bermaydi. Nechta mashinasi bo'lsa ham, 15 ta mashinasi bor, lekin minaman deb olgan. Zakot bermaydi. Keyin furasi borlar, katta mashinasi borlar, keyin ekskavatori borlar, krani borlar, bilasizlar, 1 milliardlik kranlar bor, bilasizlarmi? 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliard, 2,5 milliard so'mga turadigan, 200 ming, 250 ming, 300 ming dollarga turadigan kranlar bor. Uzun yoki fura mashinalari bor, bilasizlar, 40 mingdan boshlab baqa ketdi 100 ming, 150 ming dollargacha bittasi. 3 ta, 5 ta, 4 ta, 10 ta, 20 ta. Bittasini eshitdim, 200 ta furasi bor ekan. Ilohim 2000 ta bo'lsin, o'shaniki. Ilohim bo'lib ketsin. Xo'p, pul topish niyatda, tijorat niyatda emas. Furani olib sotaman yo pul zaynat bo'lib tursin deb olmagan. Buni yaxshi tushunib olasizlar. Shundan pul topaman deb yo arendaga bergan, yo o'zi minadi. Ikkita furasi bor odam ham kamida 100 ming dollar degan. Shunga zakot bermaydi. Shuni ham bilib olinglar. Faqat undan topilayotgan pullardan beradi. Ekskavatorlar bilasizlar 40 ming, 50 ming, 70 ming dollar bittasi. Ikkita, uchta ekskavatori borlar bor. Pul topaman deb, shuni ishlataman deb olgan bo'lsa, yoki arendaga bergan bo'lsa ham undan zakot bermaydi. Shuni ham bilib olinglar. Keyin do'koni borlar bor. Do'konni o'zingiz ishlataman deb qurgan bo'lsangiz, har qancha gipermarket bo'lsa-da, katta 3 etaj, 5 etaj bo'lsa ham savdo markazi qilib qilgan do'koni bor. Do'konini 1 million dollarga oladi yoki kichikroq do'koni 30 ming dollarga oladi, lekin ishlataman deb qurgan bo'lsa, unga ham zakot bermaydi. Tovarlardan beradi lekin. Tovarlarni ham bugungi narxini hisoblab berasiz. Menga monchadan tushdi, moncha keladi, dollar oshib ketdi, dollar tushib ketdi, qiziqtirmaydi uni. Masalan, dinda adolatini qarangda. Biz olib kelgan tovarimiz 100 ming dollar edi. Dollar ko'tarilib ketdi, shu 70 ming dollar bo'lib qoldi. To'g'rimi? 100 ming dollarlar 70 tushdi-ku, dollar ko'tarilib ketdi. Aytadiki, yo'q, sen 100 ming dollarga tushgan, sen shu 100 ming dollarga berasan demaydi. Yo'q deydi. Bugun nech pul shu narsani deydi. 70 ming desa 70 mingga berasan deydi. Zo'rmi? Lekin aksi ham aksi lekin. 35 ming dollarga olib qo'yuvdingiz, bugun 80 ming dollar o'sha narsa. 80 ming dollarga zakot berasiz. Lekin cheti ham bor. Ikki tomoniga adolatli ketgan lekin. Nimaga? Chunki siz 35 ming dollar 3 yil olib qo'ygan, oldin olib qo'ygan narsangiz bugun 80 ming dollar bo'lsa, menga 35 ming dollarga hech qachon bermaysiz, to'g'rimi? 80 mingga berasizmi?
$80,000 sotasizmi? Bu degani $80,000 zakot berasiz. O'sha bugungi narxida hisoblanadi. Ya'ni bemalol sotiladigan narxini hisoblab beriladi. Idish purushlar bor, ustuvor purushlar bor, velosiped purush, mashina purush. Umuman savdoda umuman qush purushmi, shipirgi purushmi, farqi yo'q. Shipirgi purush ham masalan 5000 ta shipirgisi bo'lsa, shipirgi 15,000 mi hozir? Xo'p, normalniy summa bo'lib ketadi, to'g'rimi? U ham zakotini beradi. Bugungi kunlarda hisoblaydi, bemalol sotadigan narxini hisoblab turib, nechta masalan moncha, masalan 5 milliard so'mlik tovarim bor ekan. 5 milliard bo'lingan 40 desa bitta teng desadi, zakot miqdori chiqadi. Tepada aytdim, chala qolib ketib qolibdi. Bu Ramazon oyida zakot beriladi deyilgan sababi Ramazondan oldin ham, keyin ham bersa bo'laveradi o'zi aslida. Faqat tepada aytganimizdek, Ramazon oyida bitta farz amaliga 70 ta farzi savobi berilganligi uchun Ramazon oyida berib yuboringlar. Shunda zo'r bo'ladi. Tasavvur qiling. Mana Ramazondan oldin zakot berganlarga bitta zakotning ajri. Ramazonda berganlarga 70 ta zakotning ajri. Zo'r-ku. $1000 zakot bersiz, 70,000 ta savobi nomay amalda tursa, zo'r, menimcha yaxshi narsa bu. Xudo xolasa.